Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar aholisiga yetkazilayotgan ichimlik suvidan tuzning ta'mi kelayotgani, u talabga javob bermasligi haqida iddaolar bildirilayotgan edi. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bunga izoh berib, ichimlik suvi har doim nazoratda ekanini va uning sifati standart talablarga javob berishini ma'lum qildi. Aksiyadorlik jamiyati mutaxassisi Feruza Hoshimova poytaxt uchun ichimlik suvi ochiq va yopiq havzalardan olinishini aytdi. Shaharning asosiy suv manbalari Chorvoq va Ugam daryolari hisoblanishini ta'kidladi. Feruza Hoshimovaning bildirishicha, toza ichimlik suvi ochiq suv manbalari orqali iste'molchilarga yetib borguncha 4 ta texnologik jarayondan o'tadi. Birinchisi bu tindirish jarayoni hisoblanadi, ya'ni o'sha kanaldan kelgan suv tindiriladi. Ikkinchisi bu birlamchi zararsizlantirish jarayoni hisoblanadi. Birlamchi zararsizlantirilgandan keyin nasoslar orqali sizotgich bo'limiga suv ko'tarib beriladi. Ya'ni bu 3-bosqich hisoblanadi. Sizotgich bo'limlari kvarts va tsialit qumlardan tashkil topgan sizotgichlarda suvlar sizotlanadi. Sizotlar bo'lingandan keyin 4-bosqichga, ya'ni ikkilamchi zararsizlantirish, bu toza suv saqlash havzasi yarim soatlik kontakt hosil qilib, toza suv quvurlari orqali iste'molchilarga ichimlik suvi uzatiladi. Mutaxassisning bildirishicha, bugungi kunda Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida ishlab chiqarilayotgan ichimlik suvi tarkibidagi turli minerallar, makro va mikroelementlar tabiiy holda saqlanadi. Makroelementlardan kalsiy, magniy, natriy va kaliy kabi minerallar, mikroelementlardan esa temir, ftor, yod, rux kabi elementlar borligini ta'kidlagan. Ba'zan odamlar suvni iste'mol qilganida ham bilish sezgisi hammada har xil bo'ladi. Shunda bir xillagi har xil holatda tuyulishi mumkin, ya'ni tuzliroq bo'lib tuyulishi mumkin yoki yoqmasligi mumkin, lekin bu degani ichimlik suvining sifati yomon degani emas. Har doim ishlab chiqarilayotgan ichimlik suvi nazoratda hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ichimlik suvi inson salomatligini asosiy garovi hisoblanadi. Kunlik me'yorda sifatli minerallarga boy ichimlik suvini iste'mol qilish orqali inson o'z sog'lig'ini asraydi, ish qobiliyatini oshiradi, hayot faoliyatini yanada yaxshilaydi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda ichimlik suvi xizmatlaridan doimiy foydalanish imkoniyatiga ega aholi ulushini 2026-yilda 82% ga yetkazish maqsad qilingan. Bu ko'rsatkichni 2030-yilgacha 85% gacha oshirish ko'zda tutilgan.